Assalomu alaykum Angren ahli. Bugungi manzilimiz Obliqo'rg'oni G'ofurg'ulon mahallasida joylashgan 7 sotixli 2 xonali vremenkaga kelganmiz. Sizlar uchun arzon narxga topib qo'ydik. Bu vremenkamizda ichlarida banisi bor, hojatxonasi bor, mevali daraxtlari bor. Hozir kirganda birgalikda ko'ramiz. Arentor keladigan bo'lsak, hamma biladigan Qamish choyxonasidan shundoqqina 200 metr tepaga chiqqanda. Qanunda sizlarni uzoq kuttirmaymiz, ketib kirib birgalikda ko'ramiz. Mana uyimizga kirib oldik. Kirganimizda mana bu terakdan boshlab chegara bo'linadi. Narigi tarafi egalari yashaydigan, egalariga qo'shni bo'lib kelib yashaysizlar. Kirganimizda mana bu o'ng qo'limizda bitta spalni xonasi va bu yoqqa o'tganimizda mana bu tarafimizda banilarimiz qurib qo'yilgan, remontlari bitgan. Mana bu chap tarafimizda 20 tup mevali daraxtlar bor, hammasi hosilga kirgan. Mana uyimizni ko'rib oldik. Bu uyimizga egalari 20.500 narx so'rashyapti. Naqd pul bilan kelgan odamga, biz nomimizdan chiqqan odamga yana ham kelishtirib beradigan joyi bor. Yana bitta tarafi buni kvartirasi borlarga barterga ham kelishsa bo'ladi. To'liqroq ma'lumot olish uchun pastdagi nomerlarga aloqaga chiqasizlar. Bu videoni obliqlik tanishlarimizga yuborib qo'yamiz.